Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 16-aprel 2025-yil. Biz Xorazmdamiz. Yurtimizga keldik. Bu yerda o'zini halol mehnati bilan bir kichkina tadbirkorlik qiladigan mehribon akamiz bor ekan bu yerda. Hozir sizlarga bu tadbirkor akamizni ish faoliyatini ko'rsatib o'taman. Non yopish bilan shug'ullanadi bu akam. Assalomu alaykum, mehribon aka. Yaxshimisiz, Xormon? İşleringiz yaxshimi? Rahmat, ishlarimiz yaxshi. Aka, bu tadbirkorlik faoliyati bilan qachondan bilan shug'ullanasiz? 8 yil oldu. 8 yil bo'ldi shu non yopish bilan shug'ullanasiz, sang? 8 yil oldu şu non yopish bilan shug'ullanamiz, turvatda. Yine hurmatli yurtdoshlar, mehribon akam 8 yildan buyon shu non yopish ishlari bilan shug'ullanadi. Mana qo'lingizda necha qiz ishlaydi? 2 qiz ishlaydi. Azonda nechada ishga kelasizlar? Azonda 8 yarımdan şu geçki non falan boyunca sana yürüyemiz. 8'e doğan yürüyoruz. 8 yarımda ishga kelasizlar azondan. 8 yarımda kelsangiz oxirgi zakaz tamom bo'yicha, so'nggi zakaz tamom bo'yicha ishlaysiz hang. Gazda kızdırıladi, tandır içi. 2 tandır bor ekan bu yerda. Yine durva dikpatirmi? Bu yerda nonlar yine Xorazm noni. Hurmatli yurtdoshlar. Hepki bu qo'lingizda ishlaydigan qizlara gullik berasizmi yo shu nonni shtukuna qarab berasizmi? Nonni shtukuna oladilar. Nonni shtukuna qarab berasiz, sang? Nonni shtukuna olmadi. Ha. Sir bo'lmasa necha so'mdan beriladi shtukuna? Aytsa bo'ladimi? Shtukuna 500 so'mdan beriladi, gününe 500-600 non yapıladi. Shtukuna 500 so'mdan beriladi, gününe 500-600 non yapıladi, hang. Sizlar o'zi tayyor bo'lib kelgan shu xamirni o'zingiz yapasizlarmi yo tayyor bo'lib kelgan nonni? Tayyor bo'lib kelgandan ham bor, satuvan bor, to'yinchilarni ham yapaveramiz. To'y paketlar ham yapiladi. Ya o'zingizda qarib xamirni, Bizda qarib yapiladi ularni. ha, o'zingizda qarib yapsangiz ham bo'ladi, hang. Bizda qarib yapiladi, sharoitlar ham bor. Hamma sharoitdan bor. Masalan, o'zingizda qarib yapsangiz necha so'mdan bo'ladi? 2000 so'mdan. 2000 so'mdan, hang. Tayyorlatib kelganlari necha so'mdan bo'ladi? Tayyorlatib kelganlari 1000 yarim. Tayyorlatib kelganlari 1500 so'mdan ekan. O'zlari qarib, o'zlari yapsa 2000 so'mdan bo'ladi ekan. Uni akab beradilar o'zlari. Uni akab bersa, sotuvi 5000 yarim. Çöreklerimiz katta çörek. 5000 so'mdan sotasiz. 5000 so'mdan non ham sotilar ekan. Hurmatli yurtdoshlar. Yine shundan O'zbekiston sharoitida ayollarimiz shunaqa o'zlarini halol mehnati bilan pul topib yurgan ayollarimiz yine. O'zammoq 2 ishchi ishlaydi, 2-3 amaç ishlayveradilar. Yaxshi, yine bu yerda nalog to'laysizlar, hang. Arenda olib o'tiribmisiz bu yerni yo sotib olganmisiz o'zingiz? Arenda, hang. Yana hurmatli yurtdoshlar, bu ishingizni qiyinchilik ham bormi? Nima qiyinchilik yeri? O'zina yarasha qiyinchilik ham bor. Issiqda, hang, yozda ayniqsa. Endi bundan keyin issiqda qiyin bo'ladi. Azon. Salqindan kechki salqin ishlamaydi. Ha.
Durvadik patir mi bu? Ama durvadik patir. İçinde göğüş var, Göğüşlüden yağı var, al. mal yağı, mal göğüşü. Keyin piyaz aralaştırılgan, doğru mu? Haqiqiy durvadik patir ekan. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga bir ma'lumot tariqasida aytib o'tdim bu. Yapılib turgan nonlarni, boshqasini kichkina bir tadbirkor akamiz bor ekan. Shularni sizlarga bir qiziqarli bir ma'lumot tariqasida aytib o'tdim. Yine cho'rak, Xorazm cho'raki nomini. Yaxshi, mehribon aka, sizam ishlaringiz omad esa. Sog' bo'lib yuring. Tadbirkorlik faoliyatingiz bundan ham jonlanib ketsin. İşçileriniz ko'payaversin. Xalqimizga sizdan bir manfaatingiz deyib, yana ikki odamni xo'jaligina yordam qilib, haqqini to'lab o'tiribsiz, ish yaratib. İşlaringiz omad sizdan, sog' bo'ling, ammo.